Assalomu alaykum azizlar. Xunoman TV va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari. Azizlar, mana Dekor Plus variantimizdan o'sha darvozaxona tugadi. 8 ga 3,5 lik darvozaxonamiz mana shunday ko'rinishda. 29 mingdan Dekor Plus sotib olindi. 30 mingdan promo 45 minggacha qo'yib beriladi. Hovuz bo'lsa, zetiyaga yurilsa. Darvozaxonamiz uzun bo'lgani uchun 760-770 chiqadi. Bu 4 metrdan 4 ga 25 bo'ladi. O'sha 8 metrga moslab 760 bo'lsa, masalan, o'sha 40 sm kesib, bu yerga bitta stik tashlandi. Mana shunday variant qilindi. Hovuz varianti qilsa ham bo'ladi, sal rasxot bo'ladi. Bu endi 4 ta 5 ta xona patrol bo'layotgani uchun ham polni patkulch bo'layotgani uchun o'sha skromni hamyonbop variant bo'lsin deyishdi. Shuning uchun mana shunday variant tanladik. 29 mingdan olindi, 30 mingdan usta haqqi bo'lyapti. Karkazlari o'sha videolarni nasib chiqarganmiz. Kuzatib boringlar. Hozir bu darvozaxonamiz tugadi. Mana mehmonxonani boshlashadi. Ustalarimiz biz to'liq shikaturkalarni patpravila qilib chiqarib berdik. Hozir chistovoy ishlari ko'cha fasadlardan boshlaganmiz. Hozir yana chistovoy bo'ladi. Keyin malyarkaga to'g'rilab ketamiz. Mana bu gipsokarton bilan narujni ko'chaniki vlagostoyga o'sha namga sovuqqa chidaydigan gipsokarton 1 sm yashildan ishlatib chiqdik hamma joyga. Mana tepa qismlarni yopib berdik, ko'cha tomon ham yopilgan. 30 ming so'mdan 400 metr kvadrat bo'lgani uchun qilib beramiz. Steyashkani 30 dan bir xil gaplashildi. 200 kvadrat. 100 kvadrat patolog, patkulch o'sha aboylar bilan olingan. Pollarimiz ko'miladigan bo'ldi. Pol qilmayman deyishdi. O'shaning uchun ko'mib steyashka qilib beriladi. Shikaturka 30 mingdan qilib beramiz. Jilkaga tashlab, pravilaga chiqarib. Qashqadaryo viloyat kasb tumanda ushbu joy, azizlar. Viloyatlarga har xil narx bo'lishi mumkin. Bu yerda kvadrat katta uchun shunaqa narx qilinyapti. Mana ko'cha qismidan gipsokarton bilan yopib berildi. O'sha keyin travertin bo'lgandan keyin qo'shilib ketadi. Hozir chistovoylarni qilyapmiz. Ishlarimiz bor, kuzatib boringlar, nasib bo'lsa ko'rsatib boraveramiz. Bu akfalarni o'zimiz yasatib, ustamizga qurdirdik. 850 ming so'm deraza bo'ldi, 1 million 250 mingdan oq akfalar bo'ldi. 1 million 400 atrofida mahalla karishniy akfalarimiz bo'ldi. Patkulch olingan, hamma joy shikaturka, pol, o'sha patolog, mana bu qismimizdan gipsokarton bilan yopiladi. Narxlarni bir qator aytdik. Ob'yom katta uchun kelishtirib qilib beramiz azizlar. Mana bu kardonimiz ham Dekor Plus bo'lgan. Dekor Pluslar narxi hammasi bir xil, o'sha 29 mingdan sotib olingan. Bu ham spalni, skromni variant, bir ochiq variantlarni tanladik hamma joyga. Biji oddiy bir gul ortiqcha narsa bo'lmadi. Bitta rotdan o'tib, aboyga tayyorlaymiz bu xonamizda ham. Aboy bo'ladi, patkulch olingan hammasi. Tiyagalar bo'ladi, nasib bo'lsa kuzatib borsangizlar. Gipsokarton bilan ashubka qilib ketyapmiz. Tepa qismlari rotman bilan yopiladi. Hammasini jarayonlarni ko'rsataman. To'liq noldan olganmiz hammasini. Shu xonadonni 700 kvadrat atrofida pol, devor, patolog hammasi. Kuzatib boringlar, nasib bo'lsa ko'rsatib boraveramiz hammasini. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, kuzatib boringlar. Instagramga ham Xunoman TV sizga chiqadi, obuna bo'lib qo'ying.